fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Toy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'kchakda ular ishonar insonlarga. Where magic never ends, the shining twinkle tears, and the brave that never fears. Just look. Toy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Happy band. Just look what fun. Aka-uka Grimm ertaklari. The journey to Tailland with a happy band. Bremlik musiqachilar. Yana o'jarlik qilyapsanmi, ha? Da surbet bo'lib ketsan. Havo aynaganda dam olishni o'ylab qopsan-da. Ya qani yor, yura qol. Ya qimirlasang-chi, jahlimni chiqarma. Tayyorlikni bas qil deyapman. Hazilni qilish vaqti emas hozir. Ya, yana meni mazax qilyapsanmi, ha? Yukni men ko'tarishni xohlayapsanmi? Uni seni o'rningga uygacha men sudrab boraymi? Eshak degan ham shunaqa daykasa bo'ladimi, ha? Voy, sal rahm qilsang bo'ldi, darrov taltayib ketadi-ya. Ya. Voy, chuchvarani xom sanabsan. Qani, qadamingni tezlat. Bo'la qol. Ha, ag'anab donlarimni loy bilan bitta qilmoqchimisan, ha? Qani tur deyapman, ish yoqmas. Tur deyapman senga. Qani. Nima ham qilardik endi? Eshagimiz qarib qolgan ko'rinadi. Umuman ishga yaramaydigan bo'lib qoldi. Avvallari u sira charchashni bilmasdi, tinmay ishlardi. Endi bo'lsa oyoqlardan kuch ketib, toshbaqaga o'xshab sudraladigan bo'lib qoldi. Ovqat yeyishi esa o'sha. Hali batamom kuchdan qolgani yo'q, lekin endi undan hech qanday foyda yo'q. Gapim to'g'rimi? Ha, xotin, sen haqsan. Eshagimiz bo'lmaganda chiqimim ancha-muncha kamayardi. Bir oydan beri to'yib ovqat yemayman. Men ham go'sht yemaganimizga ham ancha bo'ldi. Eshakning go'shtini tuzlasa juda mazali bo'lar ekan. Haftasiga bir bo'lakdan kesib yeyilsa, deyarli 1 yilga yetadi.
Yo'q, bir oyoqda bo'lmas ekan. Avval chap oyoqni, keyin o'ng oyoqni qo'yish kerak. Ikki oyoqda yuryapman. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Qani, qaranglar. Ikki oyoqlab yaxshi yuryapman. Ikki oyoqlab. Demak, ikki oyoqda bemalol yursa bo'ladi. Avval qo'y. Avval o'ng oyoqni bosamiz, keyin chap oyoqni. Muvozanatni saqlayapman. O'ng oyoq, chap oyoq. Shunday. Yaxshi. Yana urinib ko'ramiz. Menimcha yomon emas. Qaranglar, men ikki oyog'imda yuryapman. Qoyil. Yuryapman. La 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 la, men yuryapman. La 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 la, men ikki oyoqlab yuryapman. Bu yerda nima qilyapsan? Jim, buncha hayramasang eshak voy. Rahmat. Senga nima bo'ldi? Nega og'ir-og'ir nafas olyapsan? Men qara, eshak voy. Sen yo'lda hech kim uchratmadingmi? Masalan, kimni? Qo'lida miltig'i bor biror odamnimi yoki bir sharpani sezmadingmi? Ha. Tushunarli. Menimcha sen adashib qolgansan. Quyonni ko'rib qolib, uni quvlab ketgansan va xo'jayiningni yo'qotib qo'ygansan, topdingmi? Yo'q, topmading. Men hech qanaqa quyonni quvlaganim yo'q. Men xo'jayindan qochib ketdim. Nima? Bilasanmi, xo'jayinim meni otib tashlamoqchi bo'ldi. Shuning uchun undan qochib ketdim. Axir kimni o'lgisi keladi? Nima deysan? Bizda hech kim eshitayotgani yo'qmi? Voy, shu yaqin atrofda kimdir yuribdi. Qo'rqma, bu yerda hech kim yo'q. Voy, rahmat senga, katta rahmat, do'stim, rahmat. Marhamat qilib aytchi, nega endi xo'jayining seni otib tashlamoqchi bo'ldi? Chunki juda qarib qoldim. Keyin kun sayin holdan toyib boryapman. Hech sezmay qoldim. Ovga chiqishimga kuchim yetmayapti. Ha, yomon ish bo'pti. Qornim ochdi. Bu yerda esa suvdan boshqa hech vaqo yo'q. U bilan qorin to'yarmidi? Quloq sol, oshna. Ke? Birga sayohatga chiqaylik. Bu yerlarda sandiralab yurgandan ko'ra shu durust-a. Xo'sh, taklifim yoqdimi? Sayohatga deysanmi? Qayerga ham borardik? Masalan, Bremenga. Bu yerni juda yaxshi joy deyishadi. Bremenga? Hada. Bremenga jo'naymiz. U yerda musiqachilik qilamiz. Musiqachilik? Aqling keballi. Bu ajoyib fikr eshakvoy. Men nog'ora chalishni yoqtiraman. Men gitarani yaxshi ko'raman. Ozgina harakat qilsak, Bremenni orkestriga joylashib olishimiz mumkin. Orkestrga? Bu juda zo'r-ku. Unda ketdik oshna. Bremengacha ham ancha yo'l yurishimiz kerak.
Ha, mana buni hayot desa bo'ladi. Breminga. Men nog'orachi, sen esa gitarachi. Men gitara chalganimda sen nog'orang bilan jo'r bo'lasan. Biz musiqachilarimiz. Meni ham olib ketinglar. Qisqasi men ham qaridim. Ishlarim ham o'tmaslashib qoldi. Hatto sichqonlarni ham tuta olmayapman. Pechkani ustida qurrey otishdan boshqa ishga yaramayman endi. Shuning uchun begoyim meni daryoga ko'tarib yubormoqchi bo'ldi. Men esa uzoq o'ylab o'tirmay, shattat darvozadan chiqdim, qochib qoldim. To'g'ri, pechkadan voz kechish og'ir kechdi. Lekin iloj qancha, xullas baribir jon shirinroq ekan. Endi qayoqqa borsam ekan deb xayol surib turdim. Birdan sizlarni quloq suhbatlaringni eshitib qoldim. Shunda nihoyat qarigan chog'imda meni ham omadim chopib qoldi deb o'yladim. Falokat chetlab o'tganidan yuragim ancha yengil tortdi. Baribir hayot ajoyib-da. Biz ham sen bilan tanishganimizdan xursandmiz. Yo'lda oshnalarga qancha ko'p bo'lsa, sayohat shunchalik quvnoq kechadi. Qolaversa, turli mavzularda suhbatlashish mumkin bo'ladi. Qo'rqma Mushuvay. Senga ham orkestrda joy topiladi. Xo'sh, unday bo'lsa vaqtni boy bermay, tezroq Bremenga boraylik. Bravo. Ofarin. Seni tovushi qornimda aks sado beryapti. Yo'q, sen emas, meni qornimda aks sado beryapti. Bu qishloq aholisiga havas qilsa arziydi. Chunki ular har kuni ajoyib ashula eshitish baxtiga muyassardirlar. Iltifotingiz uchun tashakkur. Men har kuni mana shunday dabdaba bilan qarshi olaman. Bugungi kun esa hammasidan ham o'zgacha. Kallamni shartta uzib tashlamaslardan maza qilib chiqarib olmoqchiman. Bilasizlarmi? Ertaga yakshanba uyga mehmonlar kelishadi. Shu bois xo'jayinim oshpaz xotinga mendan sho'rva tayyorlab qo'yishni topshirgan. Xullas, bu yorug' olamda oxirgi marotaba ashulamni aytib qolmoqchiman. Quloq solinglar. Oy, uzr. Men sizlarni aslo xafa qilmoqchi emasdim, lekin ahamiyat bermang, maylimi? Menga qara, Xo'razvoy. Biz bilan birga Bremenga bormaysanmi? Bremenga? Hada. Bunaqa shirali ovozing bilan sen Bremen orkestrida yakkaxon ashulachi bo'lishing mumkin. Bremenda musiqachilik qilmoqchimisizlar? Ketdik, Xo'razvoy. Yur biz bilan bo'la qol. O'limdan yomon narsa yo'q olamda. Ana bizga qo'shil. Hammamiz bir bo'lib ajoyib orkestr tuzamiz. Voy, qanday yaxshi. Shu qadar baxtlimanki, rahmat sizlarga. Ilgarilari men sho'x-sho'x ashulalar aytardim. Keyin kunim bitayotganini sezib hafsalam bir bo'lib qoluvdi. Qayg'urma, Xo'razvoy. Bu ajoyib dunyoda o'limdan boshqa ham ko'ngil xushliklar bor. Haq gapni aytding, og'ayni. Jamoat jam. Ana Bremen sarolg'a. Seningcha Bremenga hali uzoqmi? Ancha yuradiganga o'xshaymiz hali. Yana qancha yo'l yurishimiz kerak? Yaxshi, bu haqda o'ylama. Bo'lmasa uyqung qochib ketadi. Men shundoq ham uxlamayman. Shunaqa ham ovqat yegim kelyapti. Meni ham qornim bo'm-bo'sh. Lekin baribir uxlab olish kerak. Chunki tong otishi bilan yo'lga chiqamiz. Ertalab uchalang ustimga chiqib olasizlar. Ana shunda kuchlaringni asraysizlar. Men esa sizlarni ko'tarib boraman. Rahmat, oshna. Ey, qaranglar, men chiroqni ko'ryapman. Havana u yoqda. Qorong'u o'rmonda qanaqa chiroq bo'lishi mumkin?
Hoy, Xo'rozvoy, chiroq juda olisdami? Yo'q, unchalik emas. Agar qattiqroq qichqirsam, u yerga eshitiladi. Balki qichqirishni keragi yo'qdi. Voy, qichqirma, kerak emas. Men juda charchadim. Bu yerda bo'lsa qayerdandir chiroq paydo bo'lib qoldi. Qo'ynaqa endi uxlay olmasam kerak. Yur ko'rib kelamiz. Qanaqa chiroq ekan? Nimadan qo'rqamiz? Balki bu o'rmonda kimdir yashar. Ixchamgina uycha ekan, chirog'i yoniq. Demak, kimdir bor. Yuringlar, yaqinroq boraylik. Uyalib nima qildik? Ehtimol u yerda kuchi yashar. Shunday bo'lsa zo'r ish bo'lar-da. G'ajishga suyak ham topilardi. Shunday bo'lsa yomon bo'lmasdi. Qani, ko'raylikchi. Ha, ehtiyot bo'lish kerak. Tag'in bir baloni boshlab o'tirmaylik. Xo'rozvoy, sekin. Bu yerdan mazali hid kelyapti. Og'ayni, derazadan mo'ralab ko'rchi, axir sen kattamisan. Renglashni bas qillaring. Men rostdan sharpani ko'rdim. Rosa o'p qochdingda. Keyin nima bo'ldi, Ataman? Hamyonni berda, omonligingda joning borga qochib olganingga. Mana shu pichog'im bilan qasam ichib aytamanki, men sharpani hozir sizlarni ko'rib turgandek ko'rdim. Xo'sh, nimani ko'rding? U yerda qaroqchilar bor ekan. Ovqatlari bormi? Qanaqa ovqat ekan? Ovqat to'lib toshib yotibdi. Juda yaxshi. Ovqatni yeb qo'ymaslardan avval balki bosqinchilarni quvlab solarmiz. Quloq solinglar. Kallamga bir fikr keldi. Shu payt tinchlikni, yurakni ezadigan faryod buzdi. Keyin u menga tashlandi. Ha, menga. Men es-hushimni yo'qotib, uyga otilib kirdim. Eshik-teshiklarni, xullas qayerni berkish lozim bo'lsa, hammasini yaxshilab berkitdim. Birdan hamma yoq tinchib qoldi. Keyin deraza, aniq esimda, men uni berkitgandim. Lekin deraza asta-sekin g'ichillab ochila boshladi. Ne ko'z bilan ko'rayki, u qorong'ulikdan oqsda men tomon sudralib kelardi. Og'zi karnayday bahaybat maxluq edi. Yordam beringlar! Yo'qolinglar! Shunday qilib qaroqchilar oyoqlarini qo'llariga olgancha ortga ham qaramasdan qochib qolishdi va boshqa bu uyga qaytib kelishmadi. Bizning bremenlik musiqachilarimizga bu yer shunday yoqib qoldiki, hatto ketgilari kelmay qoldi. Ular Bremenga borishmadi. Shu uyda yashashni afzal ko'rishdi.
the shining twinkle tears and the brave